O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi millat qo'shig'i bo'lib 1992-yil 10-dekabr kuni qabul qilingan. She'r muallifi Abdulla Aripov, bastakor Mutal Burxonov. Mutal Burxonov 1916-yil 5-mayda Buxoro viloyatida tug'ilgan. Abdulla Aripov 1941-yil 21-martda Qo'qon shahrida tavallud topgan. O'zbekiston davlat madhiyasi davlat ramzlaridan biri bo'lib, millatni, ajdodlarimizni ulug'lovchi tantanavor qo'shiq hisoblanadi. Mana bugun yurtimizda O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi qabul qilinganligi 30-yiliga keng nishonlanmoqda. Shunday e'tiborga olinganki, bu to'g'risida 1992-yil 10 dekabrda O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi to'g'risida qonun qabul qilingan.